Assalomu alaykum azizlar, yana bir bor assalomu alaykum. Mana hozir velomarafonchilarimiz yarmilari Farg'ona tomon yo'l olishdi. Biz yarmimiz bu yerda qoldi. Hozir Burxonda Marg'iloniy majmuasi mana shu yerda bir mana qolganlarimiz davra suhbati qurib o'tiribmiz. Hozir nima ekan? Bir piyola choy ekan bo'lyapti. Xudo xolasa hozir aytilyaptiki, mana Ro'shanbek keyingi jumaga, keyingi chorshanbaga xudo xolasa mana shu yerda bir ko'rpachalarmi, o'tiradigan choylar qilib tashqilib o'tiramiz inshaalloh. Piyolasini oladi inshaalloh. Mana qana go'zal joylar, mana qarang. Mana Mutalibxon. Havoni qarang, havoni. Yetkazganiga shukr. Ha, Raziljon. Havoni qarang, yetgan shukr. Aytasizki, yurtimiz tinch bo'lsin, osmon musaffo bo'lsin. Haqiqatdan ham mana atrofda bo'layotgan, ayniqsa G'azo sektoridagi nobud bo'layotgan go'daylar, ayollar ularni ko'rib turib, bir xo'plam suvga muhtoj, bir burda nonga muhtoj. Vatanimizni ilohim Alloh o'zi hifzida qilsin. Amin. Bundanda gullab yashnaysin. Boshqarayotgan yurtboshlarimizga ham rahmat, tanjolar sog' bo'lsin. Xalqimiz uchun qo'llaridan kelganicha. Amin. Kechasi kunduz mehnat qilishmoqda. Amin. Buni endi shukrini qancha qilsa o'shancha oz. Allohga shukr qilishimiz kerak. Amin. Bayram bilan barchalarimiz Alloh kelgusi faqir bayramiga hamma qatorimiz inshaalloh. Qanaqajon? Qalay sezyapsiz? Assalomu alaykum birodarlar. Yaxshimisizlar? Sog'-salomatmisizlar? Mana Xudoga shukrga kelib mana juda mazza qilib orom olyapmiz. Qarang, ko'talam zotga archalarni qarang. Ko'ta yong'oqdek olib tushmaydi-ya. Mazzaki bir joyda kelmagan ekanmiz oldin. Shu Ma'londa yashab tushib ko'rmagan ekanmiz xiyobonda. Mana xiyobon kelib endi Xudo qadriga yetib, dedi haftada bo'lmasa 2 marta kelib, mana shunda bir nafasda rostab kelamiz, ketamiz Xudo xolasa. Zo'r bo'pti, chiroyli bo'pti. Xursandmiz alaykum. Nima dedi? Marg'ilonda shunday joy bor ekanini bilmasdan yurgan ekanmiz-da. Samarqandga borgan edim, hali nima bozor bor, Siyo bozorimi? Bitasiga aytdimki, bitta mag'izmi nima sotgan ekan. Olayotdim, aytdimki, "O'ni minora qaysi, nima nom bilan ataladi" desam, bilmadim deyapti. Ana. U yerda hozir biz ham bilmam, mana hozir o'zimdan o'zim xijolat bo'lib ketyapman. Yo, shu yerda borligini bilardik Burxonda. Ammo o'tib ketaverar ekanmiz, ishga kirmagan ekanmiz. Oldingda oqqa arada suvni qadriga yetmaysan. Deyiladi-ki, shuni singari endi. Lekin mana hozir ko'rmasa qildik, haqiqatda ham. Endi sal qildi yaxshi o'tdi. Endi. Nimami? Obid aka, siz ham bir narsa deng. Bir narsa. O'zingizcha gapiravering, nimani bo'lsa ham. Assalomu alaykum rahmatullohi. Hammalaringiz salomat bo'linglar. Bola chaqaga bosh bo'lib salom. Alloh rozi bo'lsin. Faridiylik yashirib yuraveradi. Ilohim. Mana nima debdilar? Men gapga yo'q, bo'lib gapirar. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana ko'rishguncha. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Alloh akbar.